Sud qaroridan norozimiz. Zohirshoh Jo'rayev apellyatsiya shikoyati kiritishini aytdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmang. Eng tezkor, eng qiziq, eng so'nggi yangiliklar faqat bizning kanalimizda bor. Bizni o'tkazib yubormang. Xonanda Zohirshoh Jo'rayev sudning hal qiluv qaroridan norozi ekanini bildirdi. Unga ko'ra, dalil va isbotlar yetarli bo'lmay turib, xulosaga kelingani uchun sud qarori ustidan apellyatsiya shikoyati kiritilgan. Qaysi mahkama nima qaror qabul qilishidan qat'iy nazar, biz otamning qaroriga sodiqmiz. Botir Qodirovni Sherali Jo'rayevning o'g'li deb topgan Feb Uchtepa tumanlararo sudining hal qiluv qarorini Jo'rayevlar oilasi adolatsiz qaror deya baholamoqda. Kun.uz'ga intervyu bergan xonanda Zohirshoh Jo'rayev da'vogar tomonidan sudga na yozma, na boshqa ashyoviy dalillar keltirilmaganini bildirdi. Xonandaga ko'ra, Jo'rayevlar oilasi taqdim etgan faktlar sudda qabul qilinmagan. Biz otam Sherali Jo'rayevning audio hamda video yozuvlari, yozma ashyoviy dalillar, guvohlarni keltirdik. Lekin bular sud tomonidan qabul qilinmadi. Bizga qarshi da'vo arizasi kiritgan tomonning bir nechta joyda men Sherali Jo'rayevning o'g'li emasman qabilidagi audio, video yozuvlari ham bor edi. Biroq shunga qaramasdan sud otalik faktini tasdiqladi. Biz qarordan norozimiz, dedi Zohirshoh Jo'rayev. Xonanda otasi Sherali Jo'rayevning vodiyda o'tkazilgan to'ylardan birida Botir Qodirov uning o'g'li emasligini tasdiqlagan gaplarini esladi. 20 yillar oldin vodiyda bir to'yda otam xalqqa yuzlanib, "Bunaqa bolam yo'q mening. Sizlar aytayotgan bolani menda avval ham sening bolang deb bir nechta odamga olib borishgan", deganlar. Otamning birinchi ayolidan 17 yil mobaynida farzandi bo'lmagan. Qanday qilib farzand ko'rmagan odam bolali bo'lsa, uni chetga tashlab qo'yadi. Otam nima degan bo'lsa, shuni isbotlab, uning himoyasida qolaman. Qaysi mahkama nima qaror qabul qilishidan qat'iy nazar, biz otamning qaroriga sodiqmiz, deya ta'kidladi xonanda o'z intervyusida. 11 sentyabr kuni sudning hal qiluv qarori o'qib eshittirilgach, xonanda Botir Qodirov ommaviy axborot vositasiga intervyu berib, aka-uka Jo'rayevlar otasining merosiga sherik bo'lishdan qo'rqishayotganini aytgandi. Zohirshoh Jo'rayev esa bunga javoban meros ularga qiziq ham, muhim ham emasligini, bu masalalar qarshi tomon ko'targan va aynan meros deb sudga da'vo kiritganini bildirdi. Like va obuna bo'lib ketmagan bo'lsangiz, hali ham kech emas. Xayr, salomat bo'ling.